5 bir sotuvlik hovlimizni ataga 240 ming dollarga. Bizning oxirgi ko'rib turing 9 xonadan iborat ekan. Yo'l yuzini ko'rib turibsizlar. Yo'l yuzida mana 20 metr kirganimizda fasad razmeri 40 metrli shu hovlimizni hozir kirib reklamasini qilib beramiz. Joyimizdan turib Malika bozorigacha 1 kilometr chiqsa kerak jigarlar. Malika bozorigacha 1 kilometr pastga tushadigan bo'lsa, Jome bozorigacha 700-750 metr atrofi jigarlar. Jome bozori, Malika bozor, hamma narsa yaqin bo'lib turibdi. Yo'limizdan u beti Yunusobod, bu beti Olmazor. Uyimizda Olmazor tumanida joylashibdi. Taxtapulda bo'lib turibdi jigarlar. Usta ishlardan yonginamizda. Jigarlar, Modern Stro Novostroykasini bilasizlar? Modern Stro Novostroykasini orqa tarafidagi aynan shu Xudo xohlasa uylarimizga kelganmiz hozirgi paytda. Aytganimizdek fasad razmeri 40 metr ekan bu hovlimizni ichkaridan kirib birin-ketin ko'rsatib beramiz. Ketdik. Asosiy darvoza xonamizdan kirib kelganimizda hovlichamizni jigarlar ko'rib turibsizlar. Atilab yoqib qo'yilgan, salqingina qilib turib, bemalol oilaviy o'tirib, mazza qilib ovqatlanib o'tirishingiz uchun bitta mashina bemalol kiradi xohlasangiz, tashqari tarafga mashinangizni qoldirsangiz bo'lar ekan. Uyimizni 9 xonadan iborat jigarlar, o'ng tarafga ham, chap tarafga ham uylar tushyapti. Remont holatlarini o'zingiz ko'rib turibsiz. Hozirgi paytda xonadon egalarini o'zingiz yashab turgan aynan shu xonadonimizni. Nima deysiz? 240 ming dollarga. Arzidimi yo'q? Kommentarni fikrga yozib ketinglar, lekin bu bozor kelishadigan joyi bo'ladi. Orqa tarafdagi qo'shimcha hovlichalarni o'zingizlar qaranglar jigarlar, ko'rib turibsiz. Oshxonalari mavjud ekan. Mahallasini, ko'chasini qaranglar. Qop-qora asfaltdan chiqqan, tinchina, zo'r mahalla jigarlar, bir tekis bo'lib turibdi. Remontlari uyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang. Pastda ko'rsatilgan uy egalari raqamlari telefon qilib turib, aloqaga chiqib ulgurib shoshilib qolinglar. Bu videoni Olmazor tumanidan uy qidirib yurgan tanishingizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Xayr.